Xonanda Xurshid Rasulov haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Xurshid Rasulovning uzoq kutilmagan Esingdami taronasi premyerasi qilindi. Xonanda Xurshid Rasulov muxlislari intiqlik bilan kutgan Esingdami nomli yangi qo'shig'i va unga ishlangan video klip san'atkorning rasmiy YouTube kanaliga premyera qilindi. Xonanda yangi ijod mahsuli haqida avvalroq ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali xabar bergan edi. Premyeradan oldin e'lon qilingan qisqa video lavhalar tinglovchilar orasida katta qiziqish uyg'otib, qo'shiqning to'liq talqini bo'lgan qiziqishni yanada oshirgandi. Premyera e'lon qilingandan so'ng Esingdami qisqa vaqt ichida ko'plab tomoshabinlarni jamlashga ulgurdi. Muxlislar yangi tarona va video klipni iliq kutib olib, ijtimoiy tarmoqlarda o'z taassurotlari bilan faol bo'lishmoqda. Izohlarda ko'plab tinglovchilar Xurshid Rasulovni navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklamoqda. Ushbu tarona xonandaning eng muvaffaqiyatli ijod namunalaridan biriga aylanishini ham qayd etmoqda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.